Umr shunaqa juda ham tez o'tar ekan, ayniqsa e'tibor beryapsizlarmi? Juda ham tez o'tyapti vaqt. Hayron qolyapmiz. Biz jumani e'tibordan olganimiz uchun darhol juma kelib qolyapti-da. Yana juma keldi. Shundan bilyapmizki, umr juda ham tez o'tyapti. Yoki bo'lmasa biz haligacha umrimizni g'animat bila olmayapmizmi? Ishlarimizni rejasini qila olmayapmizmi? Hech narsaga ulgurmayapmiz nimagadir. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak ekan, Allohim umrimni ham barakotli qilgin, vaqtlarimizni ham barakotli qilgin, unumli qilgin deb so'rash kerak. Va umrni tez o'tib borayotganini ko'rar ekanmiz. Bu dunyoda g'animat bo'lgan ba'zi narsalarimiz borki, bunga yaxshi e'tibor qilib olishimiz kerak. Birinchi navbatda ibodatimizga e'tibor qilishligimiz kerak. Ko'proq ibodat qilib olishligimiz, oxirat uchun zaxiramizni to'plab olishimiz kerak azizlar. Hammamiz dunyo tashvishidamiz, hammamiz tirikchilik tashvishidamiz. Lekin unutmasligimiz kerakki, insonni 3 ta do'sti bo'ladi. Bir do'sti joni chiqquncha do'st bo'lib turadi. Ikkinchi do'sti qabrga borguncha do'st bo'lib turadi. Uchinchi do'sti qiyomatgacha qabrda unga do'stlik qiladi deb aytadilar. Joni chiqquncha bo'ladigan do'sti bu uning boyliklari ekan. To'plagan boyligimiz bu faqat jonimiz chiqquncha bizniki azizlar. Jon chiqqandan keyin u merosxo'rlarga, bizniki emas. Hech qanaqa haqqimiz qolmaydi. Merosxo'rga o'tadi, shariat bo'yicha taqsim bo'ladi. Shuncha harakat qilganlarimiz, to'plaganlarimiz, imorat va qasrlarimiz, oltin kumushlarimiz hammasi birgina jon chiqqanda tugaydi. Ikkinchisi qabrgacha boradigan do'st, bu uning farzandlari, yaqinlari azizlar. Eng joni kuygani qabrgacha boradi-da. Qabrda birga qolmaydi. Bir paytlar shularni deb ibodatdan kechib, bori bitimizni berib, namoz payti kirib qolsa ham oldin buni qilib olay deb bolalarni tirikchiligi bilan ovora bo'lib, savob amallarimizni ham ba'zan yo'qotib, ularni boqaman deb ba'zida luqmaga ham e'tibor bermay ming mushkullar bilan qilingan bo'lsa ham qabrgacha boradi. Qolmaydi qabrda. Ammo qabrda ham bizga do'stlik qiladigan, yonimizda turadigan bu bizni qilgan yaxshi amallarimiz azizlar. Ibodatimiz, namozlarimiz, qilgan yaxshiliklarimiz mana shu bizga qabrda munis bo'ladi. Bizga do'st bo'ladi, rafiq bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolar aytadi-da, yaxshi, dunyo ham yaxshi, farzandlar hammasi yaxshi, lekin o'sha qabrda siz bilan hamroh bo'ladigan do'stni ham ko'paytirishni o'ylab qo'ying deydilar. Qancha do'st orttiryapmiz u yoq uchun? Nima qila oldik? Har kuni agar inson o'ziga o'zi savol bersa edi, men bugun nima qildim? Amal daftarimga nima yozdirdim deb. Har kunimiz hisobi bor. Kunimiz yozilyapti, savob amalimiz ham yozilyapti, gunoh amalimiz ham yozilyapti. Go'yoki o'lmaydigandek, go'yoki bilmaydigandek yuribmizda. Shunday ulug'lar bo'lgan ekanki, kotibni o'tkazib qo'yib, qani sen daftaringni och deb ikkita kotibni o'tkazib, birlariga qilgan yaxshi amalimni aytaman, birlariga gunohimni aytaman, yoz, keyin taroziga qo'yaman deb bor haqiqatni aytib dod deb yig'lagan ekan, chunki gunohi ko'p chiqavergan ekan. Sarhisob qilish kerak ekan. Biz ham bir o'tirib o'zimiz bir sarhisob qilishimiz kerak ba'zan azizlar. Chunki tashqaridan hammamiz bir-birimizni nimaligini bilmaydi. Har kim o'zi biladi, Alloh biladi. Va mana shu odam juda taqvoli, mana shu odam juda zo'r amallar qiladi deb o'ylashimiz mumkin, lekin qalbidan nima bo'layotganini har kim o'zi biladi. O'zidan boshqa hech kim uni tanimaydi. O'shuning uchun o'zini o'zi imtihon qilish kerak. Biz odatda boshqalarni imtihon qilish bilan ovora bo'lamiz-da. Boshqalarning amalini o'lchaymiz. Bu nima qilyapti ekan deymiz. Bu yuribdi, balkim bizni ko'zimizga shunaqa ko'rinayotgandir. U bizdan ko'ra ko'proq ibodat, ko'proq xayrli ishlarni qilayotgandir. Qayerdan bilamiz?
U bilan ovora bo'lgandan ko'ra o'zimiz bilan ovora bo'lishimiz kerak azizlar. Nima qilyapmiz? Qancha amalimiz bor? Zarracha bo'lgan yaxshilik ham, zarracha bo'lgan yomonlik ham yoziladi oyatga muvofiq. Zarra. Holbuki nima uchun endi zarra ham aytilyapti desa, qiyomatda taroziga qo'yganda shu zarra ham kerak bo'ladi-da. Qaysi tomoni og'ir kelishiga. Bu zarra juda ham kichkina ko'rinmaydigan narsa bu. Ana o'sha ham tarozimizni yo savob tomonini yo gunoh tomonini og'ir qilishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham har bir kunimizni g'animat bilishimiz kerak.